O'zining bilan bir vaqtda homilador bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi ikkalaylar ham ishlamasdan qaynonanglarni ishlatsanglar bo'ladi. Yetmaganiga ikkalaylarga ikki xil narsa yoqadi-yu. O'sinjon, kirlarni yuvishga yordam berarsiz balkim. Voy, homiladorman-de. Voy, qarang, bilmayman. Qarangchi, men ham homiladorga o'xshamayapmanmi, bodo? Balki siz semirgandirsiz, prosta tekshirib ko'ramizmi? Oyjon, ota hovlimi hidiga boshqarog'i bo'ldim. Borib kelsam bo'ladimi? Voy, aylanib ketay, boring. Oyjon, men Fransiyadagi Eyfel hidiga boshqarog'i bo'lganman, bormasam bo'lmaydi. Mana, Eyfel ham tunukadan yasalgan. Mana, hidlab yurasiz. Yaxshi tomoni, eri endi bitta o'zi narsa qidirmaydi. Siz nimaga chiqarib yubordingiz eringizni? Balchiq hillagim keldi o'zingizcha. Ha, endi bahorda yo'q narsa shu tarvuzda. O'ziga yegim ham kelyapti, prosta ovora qilishmasdi-da. O'sinim o'zi hamisha o'ziga qolib ketmasligi uchun homilador bo'lib oldi. Men nima qilsam shuni qilyapti. O'sinjon, kechasi qanaqa qilib yotibsiz? Siz ham tifotdimi bolangiz? Qanaqa ko'tarib yuribsiz buni? O'zi nima ichvasiz? Elivit ichyoman. Homiladorlikda kerak bo'ladigan hamma vitamin va minerallari bor. Sizga ham foyda, bolangizga ham foyda. Buni ichsangiz, xudo xolasa bolangiz to'g'ri rivojlanib, sog'lom tug'iladi. Siz ham iching. Endi butun mahallani qiladigan bittagina ishi bizani tug'ishimizni kutish. Qachon tug'asizlar endi? Tug'a qolinglar endi. Xo'p, tug'amiz. Voy, sizni qoningiz vahshiy katta ekan. Ikkita tug'ing. Bo'ldi, shunaqa qilaman. Nima qilishni bilmay yuruvdim-da. Ana hammasi tugadi. Bir amallab qutulib oldik. O'zi ham bir kunda farzandinglar 3 kiloyi 200 tug'ildi. Farzandinglar baquvvat va sog'lom. Chunki oyijon bizga Elivit ichirganlar. Shu Elivit oyim paytlarda bo'lganda bormi? Men ham sog'lom tug'ilardim. Video kanalimiz doimiy hamkori Adinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda turli xil sport o'yinlaridan yuqori daromad qilishingiz mumkin. Kommentariyada qoldirilgan omad silkasi orqali Ananas.uz promo kodi bilan ro'yxatdan o'ting hamda turli xil pulli bonuslarni qo'lga kiriting. Barchaga omad do'stlar. Men bu koftani 99 mingga olganman. Wow, qayerdan? Men 69 mingga olsa bo'ladigan joyi ham bilaman. Wow, qayerdan? Bir xil qilib olaylik. Faqat 40 kunda keladi-da. Kilosini necha puldan olsan? 8 mingdan. Voy, men 4700 dan olsa bo'ladigan joyi bilaman. Davay ishla olaylik. Faqat 18 tonna olish kerak-da. Bo'lmasa. Avtobus metroligiga necha pul to'layapsizlar? Hamma qatori 1700 so'm. Ama cashbackga hisob kelganda 650 so'm to'layapman. Yana ko'p narsa sotib olish kerakmi? Yo'q, shunchaki uzum kartasidan foydalanish kerak. Aytsa Toshkent metrosida ham, avtobuslarda ham amal qilyapti. Birinchidan uzum kartasini bepul va tez chiqaramiz, to'ldiramiz va uzum bank ilovasidagi QR kod orqali to'laymiz. Endi esa uzum plastik kartasidan ham foydalanishimiz mumkin. Cashback bilan narxi 650 so'm. Tasavvur qilasizlarmi? O'zimni hayotimda baxtli yashayotganimda oyim kirib kelib, Zebo, mana bulargani buvingga olib ber. "Yo'q, qo'rqaman." Voy, tolming ketganmi? Nega qo'rqasan? Qo'rqmayman, men ikki ishni Nimaga hamma bularni uyi qo'rqinchli bo'ladi? Bu mana idishinglar, men ketdim, bo'pti. Kakrasanga ozgina ishi bor edi. Ozginami? Ozgina. Ishlar yuvib bo'ldim, bo'pti. Endi gilam yuvamiz. Bu nima foydasi bor? Yomg'irda gilam yuvishi. Foydasi kerak emas. Sen ishlasang bo'ldi. Bu bo'ldim. Endi ketirsam bo'ladi? Ha, faqat mashitlar chop berib ket. Chopib bo'ldim. Kakras jiyanlaring bilan o'ynamoqchi. To'g'ri, yuring. Yo'q, men qaytaman. Qachon? To'g'ri, endi bitta iltimosi bor ekan. Shu mashinasini yuvib ber. Yaxshilab niyat qilib, menga ham nasib qilsin deb yuvibdimi? Endi ketirsam bo'ladi, ha? Ha, ketur. Iftorlikka ovqat qilmadim. Zebo, ovqatga borib kelsinlar. 8 soat kutamiz, men kerak emas. Yandex Go lavka bo'limidan zakaz qilsang 15 minutda keladi. Zebo 50 promo kodi bilan birinchi buyurtma uchun 50% chegirma bor. Dastavka tekin. Baribir do'konga ham chiqib kelishingiz kerak. Lavka bo'limidan magazindagi produktlarni ham zakaz qilsa bo'ladi. 24 soat ishlaydi. Senga qolib ketmadim, o'tirishingni qara yalpayib. Voy, maqtab tashlayman, nimalar qilganimni aytib. Bu qizingcha odam bo'lmaydi. Bir tiyinga qimmat ekan. Bitta qo'ldan ish kelmaydi, bilasanmi? U ovqat qilishni ham bilmaydi, uy yig'ishtirishni bilmaydi, bolalarga qarashni bilmaydi. Ertaga yerga bersang, ajrashib qoladi. Boshingga Onajonim, jannatim. Nima ayb pishib qo'yding? Shunimi? Nima ishingiz bor onajonim? Buyuring, qilaman. To'g'risini ayt, nima palakatni boshlading? O'rtalaringiz zaniydi, sumalak qilsa bo'ladi dedim. Bekorlarni 5 tasini yebsan, boringlar boshqa joyda qilinglar. Bizani uyda sumalak bo'lmaydi.
Zebo, lekin bu qozoningiz kichkina. Ana, endi sumaleni boshqa joyda qilasizlar. Qo'shninikini olib chiqasiz, kattasi bor. Mana o'chog'i bilan. Davay olib chiq unda. To'xta. Xush kelibsizlar. Zebo biza kiyim bo'ldik. Stilada kiyimlar, oyma kiyimlarga o'xshar ekan. O'zi meniki Zebo. Mani kiyim Lolalarnikiga o'xshar ekan. Mayli kiyurdim. To'yga deb olganman, hali bir marta ham o'zim ham kiymadim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim, ko'ksimda yondim. Qozon uchoq tayyor. Sirdosh topdim, mo'jizali mo'jiz tosh yo'llarimda bo'lar tosh. Bir umr mushtoq bo'ldim, tugadi tobek pardosh. Mana o'tib olib kelamiz. Yigitlar bu o'tin ekan. Yana olib kelamiz-da. Zebo, ading ko'rinmayaptilarmi? Rostdan ham. Bir dona ham kiyimim qolmabdi. Endi nima kiyib chiqaman ko'chaga? Shu Zeboli juda zo'rda, qara o'zligi kiyim berishda, sal katta ham mayli. Zebo o'tin qolmayapti. Xos xalq kelaman. Qo'shni o'tininglar bo'ldi, shart emas, o'tiraveringlar. Mana mashina yoqib turib qolgan uchtasini hozir olib kelaman. Ey, men Tohir dodani hassalari top belli qislataman deguncha qaysidir iflos o'g'irlab ketibdi, mabodo ko'rmadinglarmi? Mana bu hassani. Ko'rmading? Mabodo ko'rib qolsanglar, telefon qo'rasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, ha. Tosh. Yuvmidi o'zi? Yuvish kerak. Hamma sumalida ikkita yoqimsiz xotin keladi-yu. O'shara keldi. Voy, charchab qolmaydi, uyimdan usul ham ko'tarib chiqdim. Charchagan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib kelgan stulda o'tirib tura qoling. Mana Sharboy akaning eshigini o'g'irlab ketishibdi. Mana bunaqa rang ekan. Yo'q, ko'rmadik. Mabodo ko'rsanglar, telefon qo'rasizlar, xo'p? Bo'ldi, ha. Qanaqadir zerikarli bo'lyapti. Balkim kolonka olib kelib o'ynaymiz. Yo'q. Tak rasman uyimda kalonka bor-ku. Sochini shamollar maydalar. Voy, tinchlikmikin? Tashqarida nima baqir-chaqir? Yuringlar chiqib ko'ramiz. Bolalarimiz bilan tarbiyali, aqlli-da. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Pinhona qashgan qancha, uyingdan chiqmaysan, o'zgarding ancha. Odamday gaplashaylik, qiynama buncha. Nazira, nazira, nazira. Yuragimni ezma nazira. İçmeymiz-mi? İçmeymiz. Burada uyda içmeymiz-ku. Tugabsan kuzki. Mani qolishimga uyimdagilar ruxsat bermadi. Mani-ya. Voy, xibimman qolaman bilan. Sen qolishingga oyim ruxsat bermaylar, sen ketur. Onajonim, keling qo'llaringizdan bir o'ping. Yana nima iltimosing bor? O'rtoqlarim qolishsa, voyisdan so'rab bering. Mani xolama xos ham uxlaganda qora kesiramiz. Boshida kamalak, toshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak. Niyati yaxshi bo'lsin, qadami Sumalak pishdi, chiqlaring. Navro'z yozgan dasturxon, rizq bilan to'liq bo'lsin. Kun boshida Ha, chaqirdingmi? Uyimizda idish olib kelman, mana shuni berib turaylik, Ha, og'ir bo'pti. Bobom to'g'rat qilardi, ammayli. Uyimda idish yo'q edi, men buni oldim. Au. Idishinglarni yuvib qo'ydim. Malades, rahmat. O'zimni kuyda qolib ketibdi, shunga savab ketaman. sumalak, sumalak. Bo'latsang. Toshqozonda sumalak, Следующий. olam kelar, boshida nur. Sen bola menga yoqmading. Toshli joyi senga. Obke. Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar, maktabda ko'rishguncha. Mana onajonim bir kunlik sumali o'tib ketdi. Hamma xursand. Nima o'zgardi? Qarang, hech narsa o'zgargani yo'q. Hamma yotdi. Top-toza. Hech narsa bo'lmadi. Uyimda o'tin qolmadi, idish qolmadi. Ahvolini qara uyga. Zato bizga ko'proq sumali qoldi. Navruz muborak onajonim. Sen qiz bu yoqqa kelgin. Onajonim, hokipoyingizni olay, kechiring. Bechora farzandingiz bir oy qiling, iltimos kechiring. Nima desiz qilaman? O'rtoqlaring ham, sumalaging ham boshingda qolsin.